Hozir navbatni hurmat va ehtirom bilan Toshkent shahridan kelgan aziz mehmonimiz, akamiz Dadaxon aka Hasanovga bersada, mana shu 2 yoshni tabriklasalar. Marhamat Dadaxon aka, navbat sizga. Hasanlar o'rtoqlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Aziz va muhtaram kelin-kuyovlar, bizning ukamiz, bizning mehrli ukamiz, sizning farzandingiz Bahromjonning qutlug' xonadonini, uning ukasini bugungi nikoh kechasini sharaflab kelgan aziz va muhtaram mehmonlar, mezbonlar, xudo andalar, kuyovnakarlar, kelinning dugonalari. Assalomu alaykum azizlarim, do'stlarim, beklarim. Siz bilan bugun ko'rishib didorlashganligimdan, sizlar bilan suhbatlashganligimdan g'oyatda mamnunman. Adashmasam 1972-yillardan buyon Oqqo'rg'oni salqin havo anjirga u yerkon deb qo'shiq aytib yuravergan ekanman. U Oqqo'rg'onni ko'rmagan ekanman. Nafaqat ko'rmagan ekanman, hatto uni anjirini tatmagan ekanman. 25 yil Oqqo'rg'onda anjirini maqtadim. Ammo nechta odam so'raganda, o'zi anjirdan yeb ko'rganmisiz? Oqqo'rg'onda anjirini deganda, ha yeganman deb yolg'on gapiraveribman. Mana ukaxonimiz bizning qo'shiqlarimizning muxlisi Bahromjonning sharofati bilan o'tgan yili Oqqo'rg'onda anjiriga ham og'zimiz tegdi, alhamdulillah. Mana endi anjirdan keyin suvni ichish sharafiga ham muyassar bo'ldik. Bunaqangi suv bu dunyoda 18 ming olamda yo bor yo yo'q. Men boshqa joyda ichmaganman. Hatto Saudiya Arabistonida ham bunaqangi shirin suvni ichmaganman. U tomonlarda suv magazinda sotiladi, ichiladigan suvlar. Amerikalarda ham sotiladi. Turkiyada ham ichiladigan suv magazinda sotiladi. Bu hozirgi mana magazinda turgan ichimliklar kabi. Mana shunday shirin suvni ichib o'sgan sizlar meni nazarimda hammangiz 100 yoshdan o'tib ketsangiz kerak. Chunki insonni yashashi uchun asosan ikkita sharoit bo'lish kerak. Eng birinchi havo, ikkinchi suv. Men bir vaqtlar Jo'raxon Sultonovdan so'ragan edim. Nega bizda Oltiariqdan ko'p san'atkorlar, xonandalar chiqqan, hofizlar desam, Oltiariq Shoimordonning suvini ichadi degan edi. Men bu suvni Shoimordon suviga ham tenglashtira olmayman. Shu qadar bir zilol, shu qadar toza, ichib to'ymaysiz bu suvga. Lekin mana shunday suvni ichib yurgan sizlardan negadir mashhur bir xonanda chiqmayapti. Mashhur bir lider chiqmayapti. Ha endi bu sizlarda yo'l-yo'lakay bir tanqid qilish albatta, meni to'g'ri tushunasizlar. Demoqchi edimki, mana shunday toza suvni, zilol suvni qadriga yetinglar demoqchiman. Bu suvni sizlarga Allohning o'zi nasib etgan. Hozir ichkarida aytishdiki, samatok chiqadi bu suv deyishdi. Endi u o'z-o'zidan chiqadi degan bo'lsa kerak. Ana o'z-o'zidan 400 metr pastdan shunday toza suv chiqib turibdi. Shuni ko'proq ichish kerak. Mana shu suv odamni davolaydi. Suv toza bo'lsa, odamning organizmi ham toza bo'ladi.
Masalan, mana Oltiariqda nari borsa 4-5 metrdan suv chiqadi, yarmi tuz, yarmi xlor, yarmi balo battar bo'lib 24% qattiqlik bilan suv chiqadi, shuni ichadi Oltiariqligimiz. O'shaning uchun Oltiariqda 90% xalqini jigarida, o'pkasida, buyragida, oshqozonida, ichagida tosh bor, qum bor, qand bor, balo battar har xil. Marmar tosh ham bo'lsa kerak. Shuning uchun bitta tekshiradigan apparatlar bor. Mana istasangiz borib o'sha yerda apparatda tekshirib ko'ring, sizlarda hech qanaqangi tosh chiqmaydi. Chunki siz toza suv ichasiz. Mana shunday toza suv ichib balog'atga yetgan, kamolga yetgan ukamizni bugungi qutlug' kechasini muborakbod etgani keldim. Agar bugungi kechada men o'z qo'shiqlarim bilan ba'zi bir qo'shiqlarim bilan sizlarni xushnud eta olsam, men o'zimni shu xonadonga bo'lgan sadoqatimni, mehru muhabbatimni qisman ifoda etgan bo'laman. Sizlarga baxt tilayman, kelin-kuyovlar. Illo baxtli bo'lishlaringni Allohning o'zidan tilayman. Chunki dunyoda inson faqat baxtli bo'lishi kerak. Baxtli bo'lmasa, uni topgan davlati, saodati hechdir. Faqat baxtgina insonni yashnatib, yayratib, o'stirib, ulg'aytiradi. Baxtli odamlar hamisha baxtiyor yashaydi, shod va xurram yashaydi. Bu xonadonda bu 2 yoshlik oilasida tug'iladigan, dunyoga keladigan farzandlar vatanparvar bo'lsin. Millatini, qadr-qimmatini, do'stini, dushmanini tanigan bo'lsin. Ko'ksida vatani bilan dunyoga kelsin. Va shu vataniga sadoqat bilan mehnat qilib, xizmat qilib, ona Turkistonimizga munosib farzandlar bo'lib kamoliga yetsin deb Allohdan tilak bildiraman.